Captiva'da yuradigan akalar, sal beriroq o'tirib olinglar. Men sizlarga bugun aytadigan narxi sizlar tushinglarni ham ko'rmagansizlar. Captiva'da yuradigan aka, anchadan beri Captiva'ni to'r qilaman deysiz, lekin narxi qimmatli qilyapti. Men sizga bugun aytadigan narxda qildirmas ekansiz, unda siz hali beri qildirmaysiz va odam emas ekansiz. Masalan, Captiva 2 ni to'r qilayotgan akalar $1200 dan arzon chiqmasdi. Men sizga bugun qilib beradigan narxi yaxshilab eshiting. Bumper zborisini $270 qilib beraman. Oldi farani 620 qilib beraman. Общий hisobda $890 chiqadi. Endi aka siz Lebojoda bu narxni surishtirib ko'ring. 3 to'r qilmoqchi bo'lgan akalar, sizlarga ham yengilligimiz bor. 3 ga to'r qilaman degan paytingiz $1100 dan arzon chiqmasdi. Men sizga yoki bu narsani $750 ga qilib beraman. Ha, aka, surishtirdingiz, arzon chiqmadimi? Chiqmaydi ham aka. Chunki Avtohamid siz uchun harakat qilyapti. Aka, bu fari Koreya fari, original fari hisoblanadi. Endi aka, videoni Captiva to'r qilmoqchi bo'lgan tanish bilishingizga jo'natib qo'yasiz yoki o'zingiz Captiva 2 ni olib to'r qilaman deb yurgan bo'lsangiz, saqlanib qo'yasiz. Aka, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hamma harakat qilayotgan harakatlar siz uchun.